Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Efirda Paranews ko'rsatuvi va studiyada jurnalist Azizjon Mirsaidov. 2025-yilning sentyabr oyi ham o'z sahifasini yakunlab, yanada mas'uliyatli musobaqalar mavsumiga o'z o'rnini bo'shatib bermoqda. Odatga ko'ra, ortda qolgan sentyabr oyining muhim voqealiklariga to'xtalib o'tamiz. Mamlakatimizda 4-sentyabr Butunjahon taekvondo kuni keng nishonlandi va shu kun munosabati bilan yurtimiz bo'ylab taekvondo festivali yuqori darajada tashkil etildi. Uning asosiy qismi poytaxtimizdagi Tashkent City Mallda o'tkazildi. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Butunjahon taekvondo kuni bu safar ham yuqori kayfiyatda bo'lib o'tdi. Poytaxtimizda joylashgan Tashkent City Mall majmuasida o'zbek taekvondosining yulduzlari va yosh sportchilarning chiqishi barchaning e'tiborini o'ziga tortdi. Bunday tadbirlar orqali yosh avlodni sportga jalb qilish, taekvondo sport turini ommaviyligini oshirish asosiy maqsad qilib olingan. Oxirgi 5 yil statistikasiga qarasangiz, 2019-yilda shug'ullanuvchilar soni 17.400 nafar edi. Bunga kelib shug'ullanuvchilar soni 34.500 dan oshib ketdi. Bu nimadan dalolatki, yurtimizda yaratib berilayotgan sharoit, prezidentimiz tomonidan sportga, taekvondo sport turiga berilayotgan e'tibor natijasida mana shunaqa yuqori natijalar ko'rsatilyapti va bu orqali o'smir yoshlarimiz taekvondo sport turiga mehr qo'yishdi. Men o'ylaymanki, keyingi Los Angeles olimpiadasida ham bizning sportchilarimiz o'sha Parij olimpiadasida ko'rsatgan natijani 2 barobar ko'paytirishadi va xalqimizni, yurtboshimizni xursand qilishadi. Tadbirda yozgi Olimpiya va Paralimpiya musobaqalarida O'zbekiston sharafini munosib himoya qilib, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan sportchilar ham ishtirok etib, yosh avlodga o'ziga xos motivatsiya ulashishdi. Shuningdek, ko'rgazmali chiqishlar, sportchilar tomonidan o'tkazilgan viktorinalar majmuaga yig'ilgan mehmonlarni o'ziga jalb qildi. Sentyabr sanasidan para-taekvondo bo'yicha terma jamoamiz a'zolari joriy yilning eng nufuzli musobaqasi Jahon chempionati oldi tayyorgarlik mashg'ulotlarini boshladi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani para-taekvondo bo'yicha terma jamoamiz vakillarining doimiy mashg'ulotlar o'tkazish markaziga aylangan. Yig'inning birinchi bosqichi 14 kun davom etdi va mashg'ulotlarda yetakchi para-atletlarimiz qatori yoshlar terma jamoamiz vakillari ham ishtirok etishdi. Tajribali murabbiylar brigadasi jarayonda asosan sportchilarning umumjismoniy holatlarini tiklash, vazn ushlash, chidamlilikni oshirish, shuningdek sparring bahslariga e'tibor qaratishdi. Mashg'ulotlar 3 bosqichda tashkil etiladi va bosqichma-bosqich murakkablashib boradi. Eslatib o'tamiz, o'smirlarimiz yoshlar o'rtasidagi Para-Osiyo o'yinlarida asosiy tarkib para-taekvondochilarimiz esa noyabr oyida bo'lib o'tadigan Jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Yurtimizda parasport turlarini keng rivojlantirish va boshqa mamlakatlar bilan hamkorlik masalalarini kengaytirish bo'yicha bir qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Shunday tadbirlardan biri 19-sentyabr kuni O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasida tashkil etildi. Ozarbayjon Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi rasmiy tashrif bilan O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasida bo'ldi. Uchrashuvda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Hikmat Toshmatov, rais maslahatchisi Mardonbek Davronov hamda O'zbekiston ko'z ojizlar sport federatsiyasi raisi Otabek Ergashevlar ishtirok etdi. Tadbir davomida har ikki tomon mamlakatlarda paralimpiya harakatini rivojlantirish, klassifikatsiya jarayonlari, soha mutaxassislarining malaka oshirishi jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqish, istiqbolli parasport turlarini keng rivojlantirish masalalari bo'yicha fikr almashishdi va hamkorlikdagi kelgusi ishlar rejasi tuzildi. 20-28 kunlari Singapur davlati parasuzish bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qildi. Sayyoramizning mazkur nufuzli musobaqasida dunyoning 75 mamlakatidan jami 580 nafar para-atletlar g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Quvonarlisi, jahon chempionatida atletlarimiz ham muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Jahon chempionatida jami 6 nafar parasuzuvchilarimiz Igor Bolotov, Muslima Odilova, Madinabonu Halilova, Sardor Baxtiyorov, Azizboy Nazarov hamda Bagdan Bektimirovlar yurtimiz sport sharafini himoya qilishdi. Asosiy tarkibga saralab olingan iqtidorli parasuzuvchilarimiz uchun ushbu jahon chempionati o'ziga xos ko'rik vazifasini o'tab bergan bo'lsa, yetakchi sportchilarimiz uchun esa o'z imkoniyatlarini chamalab olishlariga yordam berdi. Erkaklar orasida yetakchi parasuzuvchilarimizdan biri Igor Bolotov S13 klassining 100 metr masofasida erkin usulda suzish bo'yicha marraga 3
3-chi bo'lib yetib keldi va jahon chempionati shohsupasidan o'rin oldi. Chempionatning navbatdagi kuni ham startga chiqqan Yegor chalqancha suzish bo'yicha 100 metr masofada barcha raqiblarini ortda qoldirib, jahon chempioni degan nomga munosib ko'rildi. Boshqa sportchilarimiz ham dunyo birinchiligida kuchli 4lik va 5likdan o'rin olishdi. Tarixiy natija bilan qaytgan parasuzish bo'yicha terma jamoamizni Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda kutib oldik. Unda Milliy paralimpiya qo'mitasi mutasaddilari ham ishtirok etdi. Честно говоря, ожидал больших результатов. To'g'risini aytsam, bundanda yaxshiroq natijalarga harakat qilgandim. Ya'ni vaqt bo'yicha shaxsiy ko'rsatkichlarimni yaxshilamoqchi edim. Albatta, O'zbekiston uchun ilk oltin medalni qo'lga kiritganimdan xursandman. Bronza esa men uchun kutilmagan medal bo'ldi. Sababi bu asosiy yo'nalishim emasdi va medalgacha yetib boraman deb kutmagandim. Bu yoqqa ishlashda davom etamiz. Keyingi yil bizni kutib turgan Paraosiyo o'yinlarida natijani yaxshilashga harakat qilaman. 23-27 sentyabr kunlari Farg'ona viloyatida parakamondan otish bo'yicha barcha yosh toifalarida O'zbekiston Kubogi bahslari o'tkazildi. Musobaqada mamlakatimizning 6 ta viloyatidan kelgan merganlar ishtirok etishdi. Kubokda kichik o'smirlar 30 metr, o'smirlar 60 metr hamda yoshlar va kattalar 70 metr masofadagi nishonni olish bo'yicha o'z mahoratlarini namoyish etishdi. E'tiborlisi, ushbu musobaqa orqali mutaxassislar jamoaga munosib o'rinbosarlarni saralab olishdi. 25-27 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaning Seul shahrida Xalqaro paralimpiya qo'mitasi bosh assambleyasi va konferensiyasi o'tkazildi. Tadbirda Xalqaro paralimpiya qo'mitasiga a'zo 190 ga yaqin mamlakat milliy paralimpiya qo'mitalari rahbarlari qatnashdi. Tadbirlarda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi, Osiyo paralimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti Muxtorxon Tashxo'jayev hamda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi bosh kotibi Farruh Ahmedov ham ishtirok etdi. Yig'ilish doirasida a'zo mamlakat vakillariga 2023-yilgi bosh assambleyadan keyin erishilgan yutuqlar to'g'risida hisobot berildi. Shuningdek, Xalqaro paralimpiya qo'mitasi boshqaruv kengash saylovida ishtirok etgan nomzodlar bo'yicha ma'lumotlar taqdim etildi. Ba'zi xalqaro federatsiyalarning tashkilotiga a'zoligi qayta ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, bosh assambleyada tashkilot rahbariyati a'zolari saylab olindi. Unda braziliyalik Andrew Parsons 109 ta ovoz to'plab 68 ta ovozga ega bo'lgan Koreya Respublikasi vakili Don Hyung Bani ortda qoldirdi va 3-chi so'nggi muddatga Xalqaro paralimpiya qo'mitasi rahbari sifatida saylandi. Seul shahrida o'tkazilgan Xalqaro paralimpiya qo'mitasi bosh assambleyasida qo'mitaning yangi vitse-prezidentlari ham saylandi. Bosh assambleyada milliy paralimpiya qo'mitalari, xalqaro federatsiyalar va nogironlar sporti xalqaro tashkilotlardan iborat Xalqaro paralimpiya qo'mitasiga a'zo tashkilotlar birinchi vitse-prezident lavozimiga portugaliyalik Leila Marques Mota va ikkinchi vitse-prezidentlik uchun Daniya vakili John Patterson nomzodlarini ma'qullashdi. 27 sentyabr kuni Hindistonning New Delhi shahrida parayengil atletika bo'yicha jahon chempionati start oldi. Unda 109 mamlakatdan jami 1311 nafar paraatletlar g'oliblik uchun bahs olib borishmoqda. O'tgan kunlar bo'yicha o'z dasturlarida qatnashgan vakillarimizdan Kubaro Hakim va yadro uloqtirish bo'yicha F41 toifasida jahon chempionatining kumush medaliga ega chiqdi. Shahin Yigitaliyeva F46 toifasida nayza uloqtirish bo'yicha kumush, yadro uloqtirish bo'yicha Tolibboy Yo'ldoshev bronza, nayza uloqtirishda Yorqin Odilov kumush, Yoqutxon Xolbekova esa oltin medal sohibasi bo'ldi. Musobaqa yakunlari bo'yicha batafsil kelgusi sonlarimizda tanishtiramiz. Sentyabr oyi davomida parasport olamida o'tkazilgan tadbirlar va musobaqalar shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.